Angliyaga ketmoqchiman. Hozir xursand bo'lingmi, xafa bo'lingmi deyman. Siz kutgan Angliya o'sha haqiqiy Angliya ekanmi yo boshqacharoq Angliya ekanmi? Chunki hamma odamlarni tilida bitta gap, Angliya xavfli shahar. Angliyada o'qish qiz bola uchun xavfsizmi? U viza 3 kunda chiqdi. Endi ketamanmi degan o'zimda ikkilanish bo'lib qoldi yana. Aeroportning o'zida menda qaltirash boshlanyapti. O'qish bilan birga ishlash imkoniyati qanchalik? Bo'ldi, men qila olar ekanman, o'xshadi menda deb u yog'iga uverni ishonch bilan yurib chiqib ketdim. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun siz bilan Angliyada magistratura bosqichini o'qib tamomlab kelgan qizimiz bilan Angliyada o'qish, umuman chet davlatda o'qish o'zi qiz bolaga kerakmi yo'qmi? O'zi umuman chet elda o'qish kerakmi yo'qmi? Sizdan eng ko'p keladigan savollarga javob olamiz. Bu videomiz hech qanaqa reklama yoki sotuvga mo'ljallanmagan, shunchaki talaba qizimizni orttirgan tajribalari bilan bo'lishmoqchimiz. Bugun assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum. O'z haqingizda qisqacha aytib bersangiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Begoyim Alimbekova. Londonda University of Greenwichni magistratura bosqichida tahsil olganman. Zo'r. Qaysi fakultetda? Food safety bu oziq-ovqat xavfsizligi yo'nalishida. Hozir eng muhim, lekin juda ko'pchiliklar e'tibor qilmaydigan yo'nalishlardan biri juda rivojlanyapti bu soha. Nega aynan Angliyani o'qish uchun tanladingiz bugun? Men birinchi maqsadim chet elda tahsil olish bo'lgan. Keyin bakalavr darajasini bitirganimdan keyin shu magistratura bosqichini chet elga tahsil olmoqchi bo'ldim. Keyin konsaltinglarni qidirib boshladim. Shunda siz oldingizga keldim. Siz menga ko'p variantlar berdingiz. Orada Malayziya variantlarimiz bor edi. Lekin shularning ichidan menga Angliya yoqdi. Keyin Angliya uchun harakatni boshlagandik. Zo'r. Ingliz tili darajasi qanaqa bo'lgan? Ingliz tili darajam B2 darajasida magistratura uchun 6,5 IELTS bilan qabul boshlanadi, o'sha darajada bo'lgan. Zo'r. Siz eslashim bo'yicha endi oradan 1 yildan oshiq vaqt o'tdi va siz tamomlab o'qishga keldingiz. O'sha paytda universitet bilan to'g'ridan-to'g'ri intervyu tashkil qilgandik. Qiyin bo'lmaganmidi? Bitta esla olasizmi? Ha. Qiyin bo'lgandi u bosqichlar. Juda ham o'sha imtihon darajasi, o'sha o'zi hamma uchun imtihon qanaqa stress vaziyatlar bo'ladi. O'sha paytda men ham ko'p stress olganman, lekin sizlarning yordaminglar bilan shu joydan chiqib ketganmiz va o'sha universitetda o'qishga borganman, Xudoga shukr. Oila a'zolaringizda birinchi siz o'qiyapsizmi chet elda yoki boshqalar ham bormi? Aslida yo'q. Chunki men birinchi farzand bo'lsam ham, lekin meni ukam va singlim birinchi o'qishni boshlab berishgan chet elda, Xitoyda o'qishni boshlashgan bakalavr darajasida. Ukangiz bilan singlingiz demak chet elda o'qiydilar. Demak sizlar oilaviy chet elda o'qiyapsizlar. Begoyim universitetda intervyulardan ham o'tdingiz, o'qishga qabul ham qildingiz, keyin viza jarayonlari boshlandi. Qolganini o'zingiz aytib bering. Ketguncha bo'lgan jarayon. Men boshidan boshlaydigan bo'lsam, birinchi meni ishim konsalting qidirish bilan boshlangan. Chunki meni ko'zim yetardi, o'zim topshira olmayman. Viza jarayonlari qiyin deb o'ylaganman. Rostdan ham shunaqa ekan, aslida ham. Keyin juda ham ko'p konsaltingga borganman. 10 dan oshiq konsaltinglar edi. Hamma konsaltingga borib, уже miyada solishtirish boshlanar ekan. Solishtirganimdan keyin orasida sizlarni tanlab olganman, chunki ishonchlilik darajasidan ham esimda bor, dadangizlar bilan Ravshan aka bilan kelgandinglar. Dadangizlar sizni bu jarayonda qanchalik qo'llab-quvvatladilar? Juda ham ko'p qo'llab-quvvatladilar. O'zlari aytdilarmi, shu chet elda o'qishing kerak edi? O'qishing kerak deb birinchi o'zlari aytganlar. Menda eng zo'r dada bor desam bo'ladi. Zo'r. O'zlari birinchidan meni o'g'lim, qizim chet elda o'qiydi, sen o'qimaysanmi, sen ham bor deb menga o'zlari taklif berganlar. Birinchi sizni konsaltingingizga o'zim kelib ketganman. Keyin hamma konsaltinglarni ichidan tanlab olib, keyin ota-onam bilan birga kelganman. Keyin ota-onam ham gaplashib, ishni boshlashga qaror qilganmiz shu joyda. Keyin universitetga topshirish, xat yuborish jarayonlari boshlangan. Hammasiga o'zingizlar yordam bergansizlar boshidan boshlab. Men umuman bilmas edim bu jarayonlar haqida, qanaqa email jo'natish kerak. O'sha jarayonlarni boshladik. Orada vaqt o'tdi, imtihonlar boshlangan.
imtihonlarni topshirib bo'lganimizdan keyin bizga xat keldi qabul qilinganligi to'g'risida. U joyda xursand bo'laymi, xafa bo'laymi bilmayman, chunki men bir o'zimman, yolg'izman. Menga nima bo'lib qolgan? Davlatda avval bo'lmagansiz. Hech qaysi davlatda bo'lmaganman. Yana bu meni birinchi davlatim. Angliyaga ketmoqchiman. Hozir xursand bo'laymi, xafa bo'laymi deyman. Zo'r. O'qishlarga qabul qilindingiz, viza jarayonlari boshlandi, biletlar olindi. Endi uchib ketish jarayoni. Undan oldin birinchi viza jarayoni ketayotganida bizga dokumentlarimizni sizlar tomonidan tahlil berganingizdan keyin men borib vizaga topshirdim. Viza chiqqungacha uzoqroq muddat kutganman men. Примерно 1 oycha yo 15 kuncha vaqtda chiqsa kerak deb o'yladim-da. Keyin ozgina nima qildim? O'sha paytgacha o'zimni bosib olaman degan o'y xayollar o'tdi boshimda. Keyin qarasam, u viza 3 kunda chiqdi. 3 kunda chiqqaniga qo'limga olganimdan keyin endi ketamanmi degan o'zimda ikkilanish bo'lib qoldi yana. Vizani olganimdan keyin meni darslarim уже boshlangan edi. Darslarimga yetib borishim uchun ertasi kuniga bilet olindi. Sразу vizani bugun oldingiz, уже ertaga uchib ketaman-da. Umuman nima bo'lmadi menga o'zimni bosishim uchun yoki qanaqadir orada vaqt bo'lmadiki, o'ylab olishim uchun. Hammasi juda ham tez bo'lib ketdi. Keyin biletlarni oldik. Ertasi kuni aeroportga bordik. Uchib ketishim kerak. Shunaqa bo'lyapti. U yoqdagi turar joy masalalarini qanaqa bu yoqdan hal qildingizmi yoki borgandan keyin hal bo'ldimi? O'zi o'sha aeroportda bilet sotib olingandan keyin men birinchi marta ham aeroportda bo'lishim edi. Qanaqa qilib registratsiya qilishni ham bilmayman. Aeroportning o'zida menda qaltirash boshlanyapti. Tabiiy hol. Aeroport o'zida qaltirab turibman. Endi O'zbekistondan chiqib ketayotganda, tabiiyki hamma kuzatishga chiqadi. O'sha jarayonda menga registratsiya qilishga yordam berishdi. Registratsiya qilib o'tganimdan keyin samolyotga bordim. Borib samolyotga o'tirganimdan keyin hamma paytlarim esimga tushyapti. Qiyinchiliklar. Ketyapman. Ingliz tilini yodlagan paytlaringiz. Anaqa rezultatni ko'radi-ku odam. O'sha joyda hamma narsani o'yladim. Rahmat aytdim ota-onamga shu joyda o'tirib. Keyin 7 soatda Angliyaga uchib bordim. Zo'r. Uchib borgandan keyin yana yangi muhitga tushdim. Hamma aeroportning o'zidan boshlanadi. O'zi aeroportning o'zidan tushganimdan boshlanadi. Hamma narsa har xil odamlarni birinchidan ko'rib boshlaysiz. Lekin o'sha O'zbekiston Airwaysda uchib borganingizdan keyin butun o'zbeklarning jamoasi bilan registratsiyaga yetib olasizda. O'sha paytda ozgina komfortna zonada bo'ldi. Keyin registratsiyaga borganimdan keyin o'zimda ikkilanish bo'lib qoldi, chunki men hozir registratsiyada nima deyman? Nima deyishim kerak deb qo'rquv boshlandi. Lekin registratsiyaga borganimda hamma savollarga javob berganimdan keyin o'zimda nima deydi? Ishonch paydo bo'ldi. Bo'ldi, men qila olar ekanman, o'xshadimanda deb u yog'iga uverenni ishonch bilan yurib chiqib ketdim. Keyin ko'chaga chiqqanimdan keyin bitta tanishimiz kutib oldi bizani, meni uylariga joylashtirdilar. Rahmat aytaman ularga ham. Keyin uy qidirish boshlandi. Uy qidirish o'zi guruh bor. Kanallar bor. O'sha joylardan uy qidirdik. Va bitta yaxshi uy topdik, ham universitetimga yaqin bo'lgan joyda. Juda ham qulay joylardan uy topdik. Hammasi boshida juda ham zo'r tarafga o'xshab ketdi. Zo'r. Narx-navolar qanaqa bo'lgan uyda? O'zbekiston bilan solishtirsak, albatta qimmat bo'ladi. Shuning uchun solishtirmaslikni maslahat beraman. Baribir Angliya qimmat shahar. Bitta xonada yashadim, single roomda. 500 funt sterlingda to'lardim oyiga. Asosiy xarajatlar uy xarajatlari edi, katta xarajatlar. Shunaqa. Bay, demak, Angliyada hayotingiz boshlandi. Birinchi sizni hayratga solgan yoki e'tiboringizni juda tortgan narsa nima bo'lgan? Birinchi meni e'tiborimni tortgan narsa bu madaniyat bo'ldi. Angliyaga borgan kunimdan ertasi kuni ko'chaga chiqishim kerak edi. Ko'chaga chiqib yo'l topishim kerak edi o'zi. Hech kim yo'q menda.
o'zim o'sha telefondan applarni ochib yo'l qidirishim kerak edi. Avtobusga chiqdim. Avtobusga chiqqanimdan keyin birinchi marta avtobusga chiqishim Bu Angliyani qizil avtobuslarimi? Avtobusida, Ikki etajli. ikki etajli avtobusida birinchi marta o'sha avtobusga chiqdim. Endi qaysi bekatda tushishimni bilishim kerak. Bekatlar nomiga qarab turibman, o'zim ham qaltirab turibman shu yerda qachon tushishimni Mana ham qilib ko'rdingizmi? Men rostdan Angliyadamanmi degan. Unaqa qila olmadim chunki protsessda ketyapman, hamma jarayonda ketyapman. Keyin qo'rqib ketdim, o'zi mani bekatimning nomi aytildi, eshik yopilib qolmasin deb yugurib tushib ketmoqchi bo'lganimda bir kishini turtib yubordim. Turtib yuborganimdan keyin u kishi menga shunaqa yomon qaradi. Men nima deyishimni ham bilmayman. Keyin o'sha miyamga hammasi keldi. Bu yerda kimdir turtish mumkin emas, madaniyat, shakllangan davlat deb. Keyin uzr so'raganimdan keyin yuziga tabassum keldi. Keyin tushib ketdim, lekin shu joyda ularni birinchi marta ularni madaniyatini ko'rgan joyim bo'ldi. Angliyada tanimagan odamga tabassum bilan muomala qilishadi ular. Umuman xuddi yaqin tanishini ko'rgandek kulib qo'yishadi. Rostdan shunaqa? Rostdan shunaqa. Siz u yerdan agar Angliyaga borsangiz, birinchi bo'lib uzr so'rashni va odamlarga kulib qarashni o'rganib kelasiz. O'zi aslida bizga bu sunnat odat bo'lish kerak. Demak, sizni Angliyaga borganingizdagi birinchi taassurotingiz o'sha insonlarning bir-biriga bo'lgan o'zaro hurmati sizni e'tiboringizni tortdi va juda ham yoqdi bu. Zo'r. Darslaringiz boshlanish jarayonini bitta aytib bering. Necha kundan keyin darslaringiz boshlandi? Уже borganingizdan sirazi darslarga qatnashib ketdingizmi? Borganimdan keyin sirazi darslarga qatnashib ketishga majbur bo'ldim, chunki meni o'qishlarim boshlangan edi. U Angliyaga yetib borganimdan keyin 3-kunida universitetga bordim. Qarang, hozir yana bitta savolni o'sha joyda qo'shib ketaylik-da. Mana har bitta talaba ketishdan avval bo'ldi, vizani olgandan boshlab yoki universitetga kirishdan boshlab tasavvur qilishni boshlaydi, videolarni ko'rishni boshlaydi, o'sha boradigan davlat haqida. Siz kutgan Angliya o'sha haqiqiy Angliya ekanmi yo boshqacharoq Angliya ekanmi? Kutganingizdek ekanmi, ya'ni? Kutganimdaymikan? Orzu qilganingizda yoki tasavvuringizdagi Angliya bo'ldimi? Tasavvurimda borguningizgacha qanaqa bo'lgandi va borganingizdan keyin qanaqa bo'ldi? Borgunimgacha qo'rquv bo'lgan. Chunki hamma odamlarni tilida bitta gap, Angliya xavfli shahar, o'g'rilar bor, xavfli narkotika, odamlar juda ham xavfli odamlar deb eshitganman. Qo'rquv bilan borganman. Lekin Angliyaga borganimdan keyin bu qo'rquvlarni hammasi ketgan. Chunki sekin-sekin hamma narsa o'zini joyiga tushib boshlagan. Yaxshi odamlarni bir-biriga bo'lgan madaniyatini ko'rganingizdan keyin o'sha fikringiz baribir qanchadir darajada o'zgaradi. Bu odamlarning gaplari ham to'g'ri, lekin bu taraflarni yopib ketadigan chiroyli madaniyatlari borligi. Demak, bu yerda siz o'ylaganingiz baribir xavotir bo'ladi. U narsalar o'zini oqlamadi. Ya'ni borganingizda xavfsiz shahar bo'lib chiqdi. Xavfsiz shahar deb aytolmayman, oqladi deb ham aytolmayman. Bu narsa meni xavfli shahar degan odamlarning gaplariga munosabatim 80-90% bo'lsa, shu foizlar tushdi, 50% ga tushdi. Ya'ni bu jarayonlarni yopadigan chiroyli madaniyatlari, yaxshi tomonlari ham bor deb aytmoqchiman. Sizni universitetingiz o'sha eng qadimiy universitetlardan biri, 300 yillik tarixga ega va sizni universitet aynan Greenwich universitetida juda ajoyib kinolar olingan. Borgandagi tasavvur qanaqa bo'ldi? Menda Angliyaga borganimdan keyin birpasda universitetga borishimga to'g'ri keldi. Angliyani o'ziga ko'nikmasimdan turib. Universitetga yetib bordim. Yetib borganimdan keyin juda ham katta universitet. Bizning universitetlarimiz uni oldida juda ham kichkina. Katta universitetni ko'rganingizdan keyin birinchi ichingizga keladigan tuyg'u bitta ovoz "Wow" deb aytasiz. Ikkinchidan qayerga boraman hozir deb o'ylab qolasiz. Keyin so'rab topib bordik. O'sha joyda qabulxonada dokumentlarimni to'g'irlab, qaysi xonaga chiqishim kerak,
Judayam universitet xodimlari judayam ko'p yordam berishgan shu joyda. Qayerga borishim kerak, hozir qanaqa emotsional holatdaman, shularni tushunib menga yo'l yo'riq ko'rsatishgan. Xuddi har bitta talabaga koordinator bo'ladimi? Kurator bo'ladimi? Yo'q, har bitta talabaga bo'lmaydi, guruhga bo'ladi. Bitta guruhda. Guruhga qo'yilgan tutor bo'ladi. O'sha odam bilan universitet davomida tug'iladigan savollar, qiyinchiliklar bo'lsa gaplashib muammoni hal qilsa bo'ladi. Begoyim, sizni ingliz til darajangiz B2 edi va mana shu o'rgangan til darajangiz yoqdagi magistratura bosqichini darslarni tushunishda sizga muammo bo'lmadimi? Osonlik bilan tushuna oldingizmi? Birinchidan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Angliyada o'zi ingliz tilida juda ham tez va aksenti tushunarsiz tarzda bo'ladi. Lekin universitet darslarini tushunishga bu narsa xalaqit qilmaydi. Universitet o'qituvchilari hamma talabalarga tushunarli bo'lishi uchun sekin va talaffuzlarni aniq qilgan holatda tushuntirib berishadi. Angliya universiteti, aynan siz o'qigan universitetda dars o'tish tizimi qanchalik o'zimizning universitetlarniki bilan farq qiladi va nimasi yoqmadi-yu, nimasi yoqdi sizga? Angliyada o'qish tizimi mukammal tarzda olib boriladi. O'qituvchi tomonidan olingan bilimlarni mustahkamlash uchun, ya'ni uyga vazifa sifatida biz bu ma'lumotlarni faqat qaytarib emas, balki yangi olingan ma'lumotlar bilan solishtirib ham o'rganamiz. Menimcha O'zbekistonda ham mana shu tizimni yo'lga qo'ysa, bilim mustahkamlanadi deb o'ylayman. Qanchalik farq qiladi? Nimaga? Qanchalik farq qilinadi? Men o'zim shu O'zbekistonda bakalavr darajasini bitirganman va bakalavr darajasida biza faqat berilgan bilimlarni esimizda saqlab qolish uchun harakat qilardik. Menimcha bu tizim xato deb o'ylayman. Chunki berilgan bilimlarni yangi bilimlar bilan solishtirib o'rgansak, ko'proq natija ko'ramiz deb o'ylayman. Demak, bizda ozgina eskirgan va urushdan yoki ishlatilishdan to'xtagan bilim metodlar beriladi. U yoqda eng yangi dasturlar orqali samarali dasturlar. Samarali, ya'ni o'zingizlarning universitet professor olimlari ishlab chiqqan yangiliklar bilan boyitilgan holda o'rgatiladi, to'g'rimi? Zo'r. Juda ko'p talabalarni qiziqtiradigan bitta savol bor. O'qish bilan birga ishlash imkoniyati qanchalik? Hamma narsa me'yorda bo'lgani yaxshi. Birinchi maqsadimiz chet elga ketayotganda o'qish bo'lsa, birinchi maqsadni shu o'qishga qaratib, keyin ikkinchi planga qo'ysak bo'ladi ishlashni. O'zi ishlash soatlari belgilangan 20 soat qilib. Menimcha o'sha 20 soat darajasida ishlasak, faqat undan oshirmasdan birinchi maqsadimizni to'liq bajarib, ikkinchisini plus sifatida qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ha, demak, o'qishga ham vaqt qolish kerak. O'qishga ham asl. Siz o'zingiz ham ishladingizmi? Men o'zim ham ishladim. Lekin shu soatlarim 20 soatdan oshmagan hech qachon. Shu darajada bo'lsa, siz o'qishga ham, ishlashga ham vaqtingiz qoladi. Ish topish qiyin bo'lmaydimi Angliyada? Ish topish men uchun qiyin bo'lgan. Chunki menda birinchi marta hamma tajriba bo'layotganim uchun, o'zim tabiatdan tortinchoqroq qiz bo'lganim uchun menga qiyinroq bo'lgan. Lekin oradan vaqt o'tgani sayin bu narsalar yo'qolib borar ekan odam ichida. Men yanvarda borgan bo'lsam, avgustda, sentyabrda ish topdim. Oradan qancha vaqt o'tdi, lekin shu vaqt ichida o'zim menga xalaqit beradigan hamma xislatlarimni yo'qotib, ish topib, tortinchoq bo'lsam och qolar ekanman yoki tortinchoq bo'lsam qiyin bo'lib qolar ekan dedingiz. Uyalchang bo'lsam qolib ketar ekanman. Bunaqa xislatlar baribir keyin ichki potensiallaringiz ochilishni boshladi. Zo'r. Agar sir bo'lmasa, nima ish qildingiz? Birinchi ishim kafeda bo'lgan, ya'ni o'sha coffee shopda birinchi ish boshlaganman. Keyingi ishlarim ham xuddi shu coffee shoplarda bo'lgan. Baribir coffee shopda birinchi ish boshlaganingizdan keyin sizda tajriba bo'ladi. Keyingi ishingizga ishonch bilan menda tajriba bor deb borishga imkoniyat bo'lgan. Bu yoqda necha pul topish mumkin bir oyda talaba? Bu yerda soatiga hisoblanadi. Soatiga hisoblanganda 12 funt sterlinggacha soatiga olsa bo'ladi. Bu
20 soat ishlasa talaba haftasiga u shu 12 funt sterlingdan minimum oladigan darajada uni uy xarajatlari va o'zini ma'lum bir birinchi darajadagi xarajatlari uchun yetadi deb ayta olaman. Demak, uydagilardan yana baribir qo'shimcha yordam olib turish kerak. Albatta, olish kerak. Demak, siz ham to'liq uydan avval boshida yordam kerak bo'ladi. Chunki birdaniga menda bo'lmadi. Juda ko'p talabalar aytadiki, men hozir ketyapsam bo'ldi, keyin o'zim ishlab, o'zim rasxodlarimni yopaman, kerak bo'lsa uyga ham pul jo'nataman deydigan holatlar bo'ladi. Bu qanchalik to'g'ri? Bu narsa noto'g'ri deb ham ayta olmayman, chunki odamlarni o'ziga bog'liq. Chunki kimdir o'qish uchun, kimdir ishlash maqsadida ketadi, lekin birinchi maqsadni unutmaslik kerak deb aytaman. Agar borib olganimdan keyin kontraktimni yopaman degan darajada bo'lsa, bu albatta xato. Chunki kontraktni yopish uchun siz o'qimasdan faqat ishlashingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun kontraktni emas, uy xarajatlarimni va o'zimni birinchi darajali xohishlarimni, ya'ni o'sha oziq-ovqat nimasida xarajatlarimni yopa olaman desa to'g'riroq bo'ladi. Men bilishim bo'yicha siz o'sha o'qishingizni oxirgi paytlarida o'zingizni sohangizga yaqin bo'lgan qanaqadir ishda ham ishladingiz. Qanaqadir pechene ishlab chiqaradigan fabrikami, nimadir? Unaqa emasmidi? Yo'q. Unaqa emasdi? Men tushimda ko'rdim, ila Ro'shan aka shunaqa. Balki ko'rgan bo'lish mumkin-da. Zavodda ishlab yuribdi. Keling, xarajatlar haqida ozgina gaplashamiz. Angliyada bitta talaba o'rtacha bir oyda qancha xarajat qiladi? Asosiy xarajatlar uy xarajatlari. Uy xarajatlaridan tashqari odam o'ziga bog'liq. Qanchalik? Deylik, o'rtacha uy xarajatlari 500 pound. 500 pound bo'lsa, yana o'zini oziq-ovqat. Oziq-ovqatlarga qanaqa ketadi? Siz umuman o'zi ovqatlanishda ko'chadan, restoran yoki qanaqadir oshxonalarda ovqatlandingizmi yo o'zingiz pishirib ovqatlandingizmi? Yo'q, o'zim pishirib uyda ovqatlandim. Shunisi qulay variant va tejamkor varianti deb o'ylayman. Baribir siz chet elda yashaganingizdan keyin ota-onangizga ham og'irligingiz tushishini bir tarafdan xohlamaysiz. Keyin ularga ham pul jo'natish qimmat. Dollardan va funt sterling qimmatga tushadi. Shuning uchun uydan ovqatlanish qulayroq. Demak, bozor o'charga siz bir oyda qancha xarajat qilgansiz? Aytarli. Bozorlar bormi yo'qda? Albatta bor, marketlar. Hamma narsa topsa bo'ladi. Shu tarafi juda ham qulay, chunki Angliyaga hamma millatlar tashkil topgan. U yerda faqat angliyalik odamlar emas, hindistonliklar, Rossiyadan. O'shaning uchun har bitta kuxnyadan, har bitta oshxonadan bemalol tatib ko'rsangiz bo'ladi. Ovqat taraflama umuman muammo yo'q. Va xarajatlarga keladigan bo'lsak, asosiy uy xarajatlaridan tashqari sizga yana yo'l xarajatlari va oziq-ovqat uchun transportga qanaqadir karta olasizlarmi? Bu necha pul turadi? Transport uchun studentlar uchun Oyster kartasi bor. Agar shu Oyster kartasini ochib foydalansa, transport xarajatlari ma'lum bir darajada skidka bilan arzonroq tushadi. Baribir transport xarajatlari qimmat. Taxminan qancha? Taxminan 150 poundlik ketadi, 200 poundgacha ketadi bemalol. Va sizni borib kelishingiz, qayerga borib kelishingizga ham bog'liq. Zo'r. Demak, 700 pound bo'ldi. Eng maksimum transport bilan hisoblaganda va yeb-ichish xarajatlaringizga 300 yetadimi? Yeb-ichish 300 yetadi. 300 yetadi. Endi baribir yana u joylarga tashriflar bor, sayohatlar bor. Va bu oylik xarajatlar emas, bu 2-3 oyda bir marta bo'ladigan xarajat deb hisoblasangiz. Boshqa joylarga ham sayohatlarga chiqdingizmi? Da, boshqa joylarga, dengiz oldilariga va borganingizdan keyin sayohatga chiqqingiz keladi. O'sha o'qishdan ta'til bo'lgan vaqtida, yozda dengizlarga guruh bo'lib sayr qildik. Zo'r. Demak, taxminan Angliyada o'qimoqchi bo'lgan talabalar bir oyga 1000 funt sterling atrofida xarajatga tayyor turishlari kerak. Endi odam o'ziga bog'liq ravishda puliga qarab ish qilsa. Lekin o'rtacha shu. O'rtacha shunaqa. O'rtacha 1000. Demak, shuncha pulni u yoqda topsa ham bo'ladi? Topsa bo'ladi. O'sha haftasiga 20 soat ishlab topsa bo'ladi mana shu pulni. Zo'r. Siz o'sha turar joyingizda qaysi millat vakillari bilan turdingiz va o'zimman
kim bilan? O'zbeklar. O'zbeklar bilan turibsiz. U yoqda networking qanaqa? O'zi umuman talabalar bilan, chet ellik talabalar bilan do'stlasha oldingizmi? Qaysi davlatdan ko'proq do'stlaringiz bor? Angliyada hamma bilsa kerak, menimcha hindlar ko'proq va meni universitetimda, meni tanlagan sohamda ham hindistonlik talabalar juda ham ko'p edi va albatta Albaniya, Turkiya davlatlaridan ham studentlar bor edi. Ular bilan ham bemalol tanishib, hamma bir-biriga juda ham ochiq, hamma bir-biriga yaxshi yordam beradi. O'zbekistonga taklif qilmadingizmi? Taklif qildim. Ha, kelishdi. Xohlasa, yo'q, Ha, endi kelishmadi kelishadi. endi. Ha, zo'r. Hozir umuman chet ellik talabalar bilan do'stlashib ketish yoki mana ingliz inglizlarni o'zi ham o'qiganmi? Kursdoshinglar bormidi? Yo'q edi, inglizlar. Ha, yo'qmidi? Bu joyni kesib tashlar ekanmiz. Va birinchi kuni eshikni shunday ochsam, butun Hindiston turibdi. Yo'q, hindlar o'zi o'qish anaqasi bo'yicha juda kuchayib ketyapti-da, ular hamma joyda. Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha hindlar kelar ekanda, boshqa nimalar yo'q ekan. yo'q. Ha, biznes bo'lsa boshqalar bor. Katta korporatsiyalarni o'zi umuman mana shu texnologlari juda ko'p nimasida hindlarda. Texnologlari universitetda o'zi umuman Angliyada yoki aynan Greenwich universitetining o'zining hududida talabalar uchun yaratilgan qulayliklar qanday? Birinchi o'rinda kutubxonasini aytsam bo'ladi. Kutubxonasi har doim ertalabki 8 dan kechqurungi 12 gacha ishlaydi. Chunki u yerda yotoqxona yaqin bo'lgani uchun soat 12 gacha bemalol foydalansa bo'ladi. Ikkinchi qulayligi bu student center, ya'ni studentlarga yordam beradigan markaz. Ular har doim qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar har doim yordam berishadi. Keyingisi bu bizani qanaqadir irqchilikka yoki Angliyada qandaydir qiyinchiliklarga emotsional tarafdan ham duch keladigan bo'lsak, yordam beradigan markazlar va shunaqa xodimlar bor. Keyingisi o'qituvchilar juda ham ochiq. Har bitta savolga kulib javob berishadi. Ya'ni talaba nimanidir tushunmasdan oldiga kelsa, keyingi marta yana so'rashi uchun, yana bemalol kelishi uchun birinchi javobini ham kulib javob berishadi. Ya'ni sizga kulib har bitta savolingizga javob bergandan keyin keyingi savolni ham ikkilanmasdan borib, qanaqa ichingizda gumon nimadir tushunmagan bo'lsa, bemalol borib so'rashingizga imkon qoldirishadi. Zo'r. Yana nima imkoniyatlar bor universitetda? Universitet hududida yana nimalar bor? Hududida talabalar maishiy imkoniyatlarni aytmasam ham bo'lsa kerak, chunki hamma universitetlarda bor, oshxona, sport zal, food courtlar ham bor. Food courtlar hammasi bor. Yana ta'kidlab o'tadigan joyi, musulmon talabalar uchun ham hamma oshxonadagi mahsulotlari halol tarzda tayyorlangan bo'ladi. Zo'r. Namoz o'qish uchun ham sharoitlar bormi? Namoz o'qish uchun ham hamma sharoitlar bor. Aytavering, qanaqa imkoniyatlar bo'lsa, sanab bersangiz, eslab, shu bahonada bitta universitetni eslab olasizda. Eng asosiysi Angliyada o'qish qiz bola uchun xavfsizmi? Xavfsiz emas desam. Yo'q, xavfsiz emasmi? Endi odam o'ziga qarab yurish kerak-da. Xo'p. Endi hamma joyda shunaqa o'zi aslida. Aslida shunaqa. Hamma joyning o'zini toshi tarozisi bo'ladi degan. Toshkentda ham xuddi shunaqa. Odam qachon ko'chaga chiqib, qachon qaytib kelishini, kimga qanaqa gapirishini va yonida xavf tug'ilsa, qaysi joyga borishini bilish kerak. O'zini xavfsiz saqlab yurish kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu yerda irqchilikka yoki sizni sizdan kulib boshqa narsa qilinmaydi. Asosiy qo'rquvlar menimcha bu o'g'rilik deb o'ylayman. Juda ham avj olgan Angliyada. Shu tarafdan ehtiyot bo'lib yursa, hammasi yaxshi bo'ladi. Niyatni yaxshi qilish kerak deb o'ylayman. Baribir ota-ona farzandini chet elga o'qishga jo'natayotganda xavotiri bo'ladi. Ota-onangiz nimadan xavotirlanishgan edi va bu xavotirlari o'zini oqladimi? Va hozir siz o'qishni tamomlab keldingiz, bu qaroringiz qanchalik to'g'ri bo'ldi deb o'ylaysizlar? Umumiy bitta oila sifatida sizlarni qaraydigan bo'lsak, ota-onangizlar tomonidan bitta aytsangiz, keyin o'zingizning fikringizni qo'shib ketsangiz zo'r bo'lardi. Birinchi
Navbatda chet elga chiqib o'qish degani bu yangi tajriba olish, yangi bilimlarni olish va dunyoqarashni kengaytirish. Bu albatta har tomonlama yaxshi. Uydagi ota-onamni qo'rquvlari menda shu qizim o'rganib keta olarmikan, shu yerda yashab keta olarmikan degan qo'rquvlar bo'lgan deb o'ylayman. Chunki boshida aytib o'tdim, menda tortinchoqlik, qo'rquv kuchi hissi juda ham kuchli edi. Lekin hammasini yashab ketganimdan keyin ularda ham menga nisbatan qizim qila olar ekan degan faxrlanish bo'ldi deb o'ylayman. Bu menga ham bu narsa baribir seziladi ikkinchi tarafdagi odamga. Keyin har tarafdan shunaqa his-tuyg'uni his qilganingizdan keyin sizda ham o'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshib, hamma ishlarni qilishga ishtiyoqingiz bo'ladi. Qaytib keldingiz, baribir gaplashasiz-ku kelganingizda. Ular borishmadimi? Yo'q. Kelganingizda gaplashasizlar yoki mana hozirgi holat qanchalik o'sha sizni chet elga o'qishga jo'natganliklarini hech bir aytishdimi, yo'qmi? To'g'ri qildik yoki bekor qildik deydigan joylarni hech bir aytishganmi? Bo'lishganmi? O'zi shunaqa suhbat bo'ldimi? O'zingizni davlatingizda, o'zingizni yaqinlaringiz orasida o'sha komfort zonada, sizga yoqqan zonadan chiqolmay qolar ekansiz. Chet elga borganingizdan keyin shu zonadan chiqib harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Men shu ichimdagi hamma qo'rquvlarimni, tortinchoqliklarimni yengib harakat qilishni boshladim va uyimga qaytib kelganimdan keyin ham bu harakatlarni ota-onam nazar ko'rishdi va o'sha joyda meni qanchadir balki 5 yilgadir, balki undan kamroqdir ulg'ayganimni sezishdi. Zo'r, ularga o'zi maslahatlar berishni boshladingiz, tavsiyalar ular bilan berishni. gaplashishni boshladik. Ular bilan gaplashishni. Oldin ham gaplashardik, lekin o'zimizni doirada qanaqadir savollarimiz bo'lsa gaplashib nima qilardik, lekin endi boshqa mavzularda ham bemalol gaplashib o'tirishga, o'zingizning fikringizni yana ham erkinroq tarzda ifodalab berishingizga imkon berdi menga. Bizda oilalarimizda aynan o'sha narsa juda ko'pchilikda yopilib qoladi, ya'ni qoladi. qiz bola juda ko'p, afsuski juda ko'p oilada shunaqa, qiz bola ikkinchi o'rinda fikr bildirish kerak. O'zi aslida unaqa bo'lmasligi kerak. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Ikkinchi darajada deb aytmayman. Ham o'zini fikrini birinchi qo'yish ham kerak deb aytmayman. O'zini fikriga ega bo'lish kerak va o'shani atrofdagilarga chiroyli qilib tushuntirib berish kerak. Demak, siz Angliyada diplomatiyani o'rganib kelibsiz-da. Diplomatiya. Begoyim Angliyada yoki umuman chet davlatda faqat boylarning bolalari o'qiydimi? Menimcha talaba, boyni bolasi bo'lsa ham yoki boshqa oiladan chiqqan farzand bo'lsa ham o'sha farzand sifatida oilasidan pul olishga uyaladi. Har doim pul so'rash bu oilaga ham qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun Chet elga borganda harakat qiladi. Harakat qiladi o'zi uchun, o'zini xarajatlarini qoplash uchun harakat qiladi. Biz sizni o'qishga jo'natganimizdan keyin, borgandan keyin qanaqadir yordamimiz tegdimi? Albatta tegdi. Birinchi navbatda universitetga borganimda menga student ID juda ham zarur edi, chunki har bitta xizmatdan foydalanishim uchun student ID kerak edi. O'sha student IDni olishimda barcha hujjatlarni to'g'irlab, o'sha jarayon menga juda ham oson bo'ldi, chunki o'zi O'zbekistonda bo'lgan paytim bu hujjatlarning hammasi tayyor bo'lgan ekan. Keyin yana koordinatorlarimiz bilan gaplashib, yozishib bu narsalarni hal qildik. Zo'r. O'qish, ya'ni Angliya universitetlarida o'qish chidab bo'lmas darajada qiyin, juda ham stressli degan savol qanchalik to'g'ri? Bu noto'g'ri, chunki o'qish jarayonida o'zingiz uchun yangi bilim olaman deb borsangiz, albatta bu juda ham qiziqarli bo'ladi. Imtihonlar darajasiga keladigan bo'lsak, imtihonlar ham siz tayyorlangan, juda ham qiyinlik tug'dirmaydigan darajada tushadi imtihonlar va imtihonlarni yengillashtirish uchun sizga o'qituvchilar ham bor. Bulardan bemalol maslahat so'rab, oldindan jarayon qanaqa ketishini bilib, shu jarayonga tayyorlansa bo'ladi. Angliyada o'qish faqat o'qishmi yoki sayohat qilish imkoniyatlari ham bormi? Sayohat qilish imkoniyatlari ham bor. Men bakalavr darajasini ayta olmayman, chunki u darajada tajribam yo'q. Magistratura bosqichida sizda haftada 3 kun dars bo'ladigan bo'lsa, qolgan kunlari ishlashingiz yoki sayohat rejalashtirishingiz mumkin. Demak, butun Buyuk Britaniya bo'ylab va Buyuk Britaniyani ID kartasi yoki o'sha vizasi bo'lgandan keyin Yevropaga ham bemalol viza olsa bo'ladi va bu bo'yicha
xohlasangiz Italiyaga, xohlasangiz Fransiyaga ham sayohat qilib kelsangiz bo'ladi. Shunaqa. U davlatlarga chiqishga ulgurmadingizmi? Yo'q. Magistrlarda juda kam-da vaqt. Angliyada paytingizda eng ko'p sog'ingan narsa nima bo'ldi? Eng ko'p sog'ingan narsa yaqinlaringiz davrasida o'tirish, ota-ona, ko'proq otamni sog'indim. O'zbekistonga qaytib keldingiz. Bu sog'inchingiz hozir yo'q endi, ota-ona davrasidasiz. Endi hozir yana Angliyaga ketgan bo'larmiz yoki Angliyada sog'inayotgan nimadir bormi? Angliyada u yerda ham ma'lum bir vaqt ichida o'zimga tanishlar orttirdim. Shu tanishlarim va u yerda tabiati, havosi juda ham chiroyli. Har qadamda siz go'zallikni ko'rishingiz mumkin. O'sha go'zallikni juda ham sog'indim. Bu yerda turib, demak, Angliyani go'zalligini, tabiatini sog'inyapsiz. Zo'r. O'zbekistondan ketayotgan talabalar uchun Angliyaga nima olib ketishlarini tavsiya qilasiz? Hech nima kerak emas. Kiyim-kechakmi? Hamma narsa bor dedi. Albatta. Pul olib borish kerak ekan endi. Soqqon boringlar. Hozirda Angliyaga o'qishga ketmoqchi bo'lgan, balki bu bakalavr darajasigadir, balki magistr darajasiga ketmoqchi bo'layotganlar uchun eng asosiy tavsiyangiz. Birinchi o'rinda nima uchun ketayotganliklarini unutmasinlar. Birinchi maqsadlarini bajarib, keyin ikkinchi darajali maqsadlarini bajarsa bo'ladi. Va niyatni yaxshi qilib borishsa, xudo xolisa hammasi o'xshaydi. Begoyim, oxirgi savolimiz, Angliyaga o'qishga borishni tavsiya qilarmidingiz? Faqatgina Angliyaga emas, hamma chet el davlatlariga siz talaba qaysi davlatni tanlashdan qat'iy nazar chet eldan tajriba va bilim olishni hammaga tavsiya qilaman. O'zi uchun ham, kelajak uchun ham, qizlar uchun ham, bolalar uchun ham juda ham yaxshi tajriba, yaxshi bir zinapoya bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat sizga. Juda ajoyib ma'lumotlar berganingiz uchun. O'ylaymizki, bizani kuzatayotgan yoshlar maslahatlaringizdan olgan fikrlar bilan to'g'ri qaror qabul qilishadi va chet elga o'qishga chiqishdan qo'rqishmaydi degan umiddaman. Bu safargi suhbatimiz Angliyada magistratura bosqichida ta'lim olgan qizimiz bilan bo'ldi. Izohlarda savollaringizni yozing. Keyingi podkastimizni qaysi davlatda o'qiyotgan talabamiz tajribalari bilan bo'lishimizni xohlaysiz? Bizni kuzatib boring. Siz uchun eng yaxshi universitetlarni tavsiya qilishda eng yaxshi universitetlarni izlashda davom etamiz.